Assalomu alaykum. Kaptak chiroyliga gap bu haqida emas. Gap bu haqida. Xudo xolasa mehmonxonamiz bitdi. Shirok formatda olyapman. Chunki joyimiz tor, dom, ko'p qavatli dom o'shaning uchun mebellarni ham o'rtaga qo'yib qo'yganmiz. Marhamat, ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Eshiklarni ham xudo xolasa o'zimiz o'rnatdik. Boylarimiz jalyuzi qo'yishdi. Patologlarimiz natrijnoy patolog. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana kardon qismimiz ham. Bu yerda hujjatxona, bu yer o'zimiz tilda hammom deymiz. Dushovoy zona. To'g'rimizga oshxonaga, to'g'ri bu yoqdan kirib kelish, mehmonxona. Tashqariga chiqish